Assalomu alaykum YouTube. Bugun sizlar bilan 43 yoshli opani bo'yin umurtqalarini ko'ramiz. Qani shikoyatlari qo'llarda uyushish, yig'ini tez kelishi, ya'ni rahmdillikni kuchayishi, qo'llarda o'z-o'zidan og'riqlar paydo bo'lib, ya'ni yo'qolib qolishiga shikoyatlar. Qani ketdik. Bu bo'yin umurtqalarining sagital ko'rinishdagi kesimi. Bu yerda bizda aniqlanyapti ikkita grija. Biri kattaroq, sizga ko'rsatishim mumkin. Mana biri. Bu ko'rsak, bu yerda atlas bo'ladi. Birinchi, ikkinchi bo'yin umurtqalar birlashib ketgan bo'ladi. Demak, 1, 2, 3, 4. 3 bilan 4-chining orqasida bo'yin umurtqasida grija mavjud. Chamasi 4 millimetrcha chiqadi. Endi yana aytib o'tish kerak, bo'yin grijalari bel grijalaridan ko'ra xavfliroq. Yana shu bitta yozilmagan qonun qoida bor. Ya'ni grija umurtqalar, bo'yin, не только bo'yin, bel umurtqalari ham umurtqalarda qancha tepalashib, yuqorilashib borgan sari xavflilik darajasi oshib boradi. Men bundan oldingi videoda qo'ygandim, bu yerda travma, bu ham kichik travma. Bu yerdagi travma juda ham xavfli. 3-4 bo'yin umurtqalarida deyiladi kitobda, nafas olish, qon aylanish markazlarida o'tuvchi yo'llar, nervlar o'tgan. Shuning uchun ko'ramiz, agar avariyada shu yerdan vivih bo'lsa, bu yerdan vivih bo'ladigan bo'lsa, o'ladi. Inson jon taslim qiladi. Agar bu yo'ldan bo'lsa, nafas olish, qon aylanish, lekin qo'l oyoq ishlamaydi.